Assalomu alaykum birodarlar, jonlaring omonmi? Yuzda sariqlik, yuzda qorayib ketish, bu sariqlik sariq safroni ko'paygandan bo'ladi. Qorayib ketish bo'lsa qora safroni ko'paygandan bo'ladi. Sizlarga osonroq usullarni aytaman. Burishtiruvchi narsalar ichish kerak. Masalan, zardob suvdan chiqayotgan zardob bor-ku, sutdan chiqayotgan zardobni ichishingiz kerak. Agarda zardobni ichiga mana 3 xil halilani parashog'i, yana ikkita ingredient bor buning ichida, Hindistondan keltirilgan. Halila, yana aytayapman, halila ana ichidagi donagisiz, ya'niki ichidagi o'shanisiz. Na ruskim тоже объясню. Va alaykum assalom. Ana o'shani solib aralashtirib ichsangiz benihoya yaxshi. Masalan, yozishingiz mumkin. На русском языке объясню сейчас, на узбекском в первую очередь. Qilsangiz bu oshqozon, ichak, taloq, jigar, o'tgan safar ham videoda aytdim-ku, juda detoks. Buni shunday deb nomlaganmizda. Zardob ichib yurgan bo'lsangiz ham juda yaxshi. Voy, baraka topkurlar. Tiqilmalarni ochadi. Tushundingizmi? Qizimning o'g'limning zeryansi yaxshi emas, yordam kerak. Xo'p. Так, а теперь на русском языке. Если у вас желтизна, если у вас чернота на лице, на где-то, пейте сыворотку, сыворотку, добавляя кабульские мирабаланы, черные мирабаланы, и есть мирабаланы имбилические. Порошок сделайте и добавляйте, перемешайте и выпить. Чайная ложка без горба на 200 грамм. Перемешать и выпить. Или в отвар ячменя. Во будет. Вам понятно? Если что. Так, qahramon aka, assalomu alaykum. Qizimni o'g'limni zeryanasi yaxshi, yordam kerak. Yuzma-yuz Qozog'iston shekilli. Va qozog'istonlikmisiz? To'liq ma'lumot kerak. Agar tug'ma bo'lsa bir narsa deya olmayman. Agar tug'ma zeryanasi shunday bo'lsa. Atak Xudo xohlasa uchrashamiz, nima bo'lganini aytasiz, shunga qilib назначение. ITP kasalligi davomi. ITPiz nima balosi? Ko'zimga gumicha chiqqan, chesnok surting. Поставили первый тип, есть годика, есть поставили ганглиозиода. А ну-ка, выйдите сюда. Доза, первый тип. Что это такое вообще? Знаете, знаю. Вы мне объясните, как, чтобы я понял. Я сейчас погуглю. Объясните. Ганглиоз. Да? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как называется? Ганглиозит, что ли? Алло. Вы слышите меня? Что-то не слышно. Хорошо, спускайтесь тогда. Объясните, чтобы я знал. Я же вам не доктор какой-то, профессор. SMS yozuvdik, javob yozing. Sizdan tashqari 243 ta odam o'tiribdi. Iltimos, davolansa bo'ladimi? Qayerda? Tirbistonda kuchliroq chiqaramiz deya qachon chiqadi? Oz qoldi. Tirbistondan zo'ri chiqadi, oz qoldi. Qayerda uchratsak bo'ladi? Qachon? Iltimos. Efirlarimizni kuzatib turing. Yaqin kunlarda ochilish marosimi qilamiz. Toshkentda Ko'kcha masjidining oldida. O'zbek 650 chiqing. Toshkent viloyati qayerda do'konlar bor? Toshkent viloyatlariga birortasiga men javobgar emasman. Birortasiga Toshkent viloyatiga. Sizlarga aytdim, o'zlaring bilasizlar. Mana o'ylang, hozir o'ylayman. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Keling, nima gap? Aka, meni ayamda jigarda o'simta bor ekanda. O'simta qattiqmi, yumshoqmi? Qattiq bo'lish kerak, qattiq. Doktorlar jigar rak deyapti-da doktorlar. Shunga nima qilsam bo'ladi? Nima, uy sharoitida qilmoqchimisiz? Doktorlar aytayapti, ximiya olish kerak deyapti. Ayamni immuniteti ko'tarolmaydi, ximiya. To'g'ri aytibdi. Immunitet ko'tara olmaydi.
nima Xat hujjatini ko'rishimiz kerak bro. Yo'q, ximiya, man sizga ximiya olmang demayman. Lично o'zim ximiyaga qarshiman. Bu jiddiy Aha. kasallik. Buni hozir ekranda gapirib, mana uni ichiring, buni ichiring, bunday gap ketmaydi, birodar. Chunki agar qattiq bo'lsa, da muammo. Uni maslahat qilish kerak, birodar. O't o'lan bilan hozircha ushlab turish mumkin uni, все. Siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi uchrashishga? Qayerliksiz? Samarqand. Samarqand. Telefon nomeri yozingda, keling, Toshkentga keling, xat hujjatingizni oling. Tushundingizmi? Aha. Nomeringizni ayting. Tak. Nomerimda aytsam, unda qilasiz. Nechta nomerim bor meni? Qaysi birini aytsam ekan? Yo'q, qarang, unda qilasiz. Telegram kanalimga kirasiz. Aha. Telegram kanalim bilasizmi o'zi? Ha, profildagimi? Profildagi, mana bu. Profildagi. Aha. O'shanga kirasiz. Shifo 17 ga men aloqador emasman. Zemo pardalari nozik bir narsa didlar uchun tarbiyani videolarini qo'yishmayapti. Qo'yishmaydi ham. Torpeda nomi o'zgartiriladi, birodarlar, eslab qolinglar. Torpeda nomi o'zgaradi, narxi arzonlashadi, sifati yaxshilanadi. Bular sizlar uchun faqat. Chuvalchak kapsulasimiz nomi o'zgaradi, sifati 100% yaxshi bo'ladi. 100% narxi arzonlashadi. Mazi bilan qo'shib birga bo'ladi. Insonlar sabr qilinglar, xo'p? Ozroqgina vaqt beringlar. Telefon nomeri yozing. Aha. Keyingi lokatsiyalari ham bor. Siz anonga yozing. Men bunday deyman. Telegram bor-ku. Telegramga chatiga kirasizda, bironta videoni tagiga chatga qo'shilib olib, men siz bilan gaplashdim. Menga lokatsiya tashlang, telefon nomerlar tashlang deng. Tushundingizmi? Xo'p, aka, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Hop. Tak, salomsiz. Quloqdan irin ag'adi, soni qalay emdisi bo'ladi. Bibigul Umbetullayeva quloqdan irin aqsa bu atit kasalligi. Atit kasalligi deyiladi. Eng yaxshisi yaxshilab yog' bilan tozalab tashlab, achiq bodom yog'imi yoki dog'lanmagan paxta yog'i bilanmi piyozdi soki, piyoz. Bibigul, siz tushunyapsizmi o'zbekchada? Если у вас гной в ушах гной, капайте. Сперва надо очистить, потом капайте в ухо сок лука и ваткой так сделайте. Вам понятно? Peshob chiqayotganda oqib qolyapti. Qanday davolasa bo'ladi? Bir maslahat bering. Peshob chiqayotganda oqib qolyapti. Shunday attorchilarga borasizda, ana uni qora andis tomirini olib iching. Qora andis tomiri. Masu O22. Tushundingizmi? Siz o'g'il bo'lamiz? Yo'q, qiz bo'lamiz. Tushunmadim lekin. Maso. Chuvalchak kapsulasi inshonsa qayerdan olsam bo'ladi? Zulayha Sattorova. Men sizga ishonchlisini bir narsa ayta olmayman. Ayni damda ishonchlisini. Ishoning. Ozroq vaqt bering. Siz hozircha kovrak ichib turing. Men sizga yomonlikni tilamayman. Birodarlar, xalqim, men sizlarga yomonlikni tilamayman. Ishoning. Ko'p gaplar bor, gapiray desam. Shuning uchun Shifo 17 dan chiqib ketdim. Shuning uchun Toshkent filiallariga aloqam yo'q deyapman. To'g'ri tushuninglar. Ozroq sabr qiling. Здравствуйте, я у вас покупал торпеду, через месяц как пропил после диализа. Ой, для диализа это проблема, Арман. Арман, где вы? Арман. Для диализа Раво пили, Раво. Потому что торпеда
растворяет, нет, как называется, растворяет кровь. Я правильно говорю? Разжижает кровь. Не пейте, если вы на диализе. В Шымкенте, иншаллах. Шымкент же не очень далек же, сестра. Bibixon 135. Professor, hech javob bermaysiz menga. Farg'onadanman. Paliativga davo bormi? Pastroqqa tushaydi. Rahmet, siz oldin ham chiqqansiz. Adashmasam. Bu haqida yuzlab aytganman. Yaxshilab nima qiling? Baraka toping, videolarim ko'ring. Orqaga treshina tushgan, nima qilsa bo'ladi? Orqaga treshina tushgan. Mana qarang, orqangizga treshina bo'lsa, xina bilan zaytun yog'ini aytganman o'tgan safar ham. O'tirmaydi. Men chalg'iyapman. Xina bilan zaytun yog'i. Xina bilan zaytun yog'i aralashtirib orqa peshobga jo'natib yuborasiz. Do'ston, tak burtsilozga davo ayting. Burtsilozga davo. Va alaykum assalom. Hozir 1 minut. Burtsilozga torpeda bilan mumiyo. Torpeda bilan mumiyo. Tushundingizmi? Burtsilozga. Undan keyin sizlarga hech aptechniy variant hech aytmaslik uchun harakat qilaman-da, lekin orqa peshobga treshinaga yana bitta anavi bor. Mazda oti nima edi-ya? Bora Plus bor-ku, Hindistondagi ko'k qutilik. O'shani surting. Eshitaman sizdan. Siz kecha chiqmaganmidingiz? Chiqolmadimi? Chiqolmadingizmi? Eshitaman sizdan. Elimga qarang. Ikkisida da bor. Shirinlik yeysizmi? Shirinlik bor-da, bu bolalikdan bor. Bolalikdan? Ekzema. Necha yil, masalan, necha yoshligingizdan beri bor? 9-10 yoshimdan beri bor. Birinchi navbatda Lekin elimda yo'q edi, oyog'imda bor edi. Oyoqdan eng so'ng elimda qoldi. yoshlikdan beri bor. Ha. Ekzema. Siz millatingiz turkmi? Ha, turkmanman. Turkmanmi? Va turkman. Turkman. Tushunarli. Aksentingiz bor ekanda. Ekzema. Ekzema ko'pincha ko'p shirinliklardan, parazitlardan, oshqozon, ichak, griboklardan hosil bo'ladi. Gribok. Tashqari tomondan Ravonada pitna dializi. Tashqari tomondan davolash oson buni. Ekzemani. Qora sedada, mana hozir bitta kitobim ham bor edi. Qora sedanani tuyasiz, olma sirkasini aralashtirasiz. Olma sirkasini surtiladigan darajada qo'shasiz. Olma sirkasini. Surtsangiz bu ketadi. Ichkaridan davolash kerak buni. Griboklarni o'ldirish kerak, qurtlarni o'ldirish kerak. Ichkaridan qanday davolaymiz? Siz hozir Turkmanistondamisiz? Yo'q, Turkiyadaman. Turkiyada. Bir haftalar faqat sabzi bilan qizil lavlagini sokini iching. İchiga chesnok qo'shib. Bir hafta. Bir hafta. Kerak bo'lsa 10 kun. Olma, meva, sabzavot yeng. Nimaiki bo'lsa. Mayli. Ishni tozalash kerak. Agar topsangiz propolis yog'ini yoki propolis nastoykasini ham iching. Propolis. Propolis neydi? Hozir qayda qidiringiz ham propolis turkchasiga men bilmasam nimaligini. Yo'q. O'zbekcha nima edi? Propolis ana uni asalari bir narsa saqizi deyiladi. Asalari saqiz. Ha, tamam. Tushundingizmi?
Xullas shunday. Желательно qora sedanani o'zini ham iching. Qora sedana что такое? Qora sedana, черный тмин. Ha. Bu narsa davolanadigan narsa. Birinchi narsa, Turkiyada juda ko'p shirinlik yeyishadi. Turkiyada bo'lsangiz agar. Nima bir yemaslik kerak. Bu sizni qarangda, bunda tushuntiraman. İçingizda qurtingiz o'ladi, biror narsa yesangiz. Agar siz ichingizda surib tashlamasangiz, qurtlar o'ladi. Qurtlar o'lgandan keyin ular chirishni boshlaydi. Ular turadi o'sha yerga yopishib turib. Chirigandan keyin sizda ichagingizga ana unda chirigi kirib ketadi. Tasavvur qiling, shuni dehqonchasi tushuntiryapman, ha? Toksin chiqaradi. Toksin chiqaradi. O'sha toksinlar sizga qoningizga aralashib ketadi. Qoningiz sizni teringizda ham bor. Mana shunday qilib chiqib kelaveradi. Psoriaz, ekzema, dermatit, hammasi mana shunisi. Go'rik o'ti ekan. Turkiya cho'rak. Cho'rak o'ti. Cho'rak o'ti. Hı. Cho'rak o'ti qora sedanada o'shada, cho'rni tring. Mayli. Shuning uchun ichaklarni tozalanmagunimizcha uchun chiqib keladi. Eng achchiq narsalardan yeyishingiz kerak. Ya'ni qurtlarni tozalash uchun. Shahdo'zda Turkiyada bor. Hozir aytaman. Ichaklarni tozalash, antiparazitarka. Bemalol topishingiz mumkin. Hozir men sizga tak. Растение полынь и пижма на турецком языке. Achchiq narsalarni yeyish kerak. Ochiq yeyman bu, lekin Yo'q, achchiq degani parazitlarni o'ldiradigan. Pelin o'ti и tansu o'ti. Turetga solusan o'ti, pijma. Ikkovi zo'r qurtlarni haydaydi. Agar keyin pelin o'ti, so'ng pelin o'ti mana pelin o'ti, solusan o'ti, tansu o'ti. О. Глист, буквально трава от глистов. Solusan глист. О, на русском языке. понял. Русский язык знаете, что ли? Конечно. Чё мозги крутите тогда? Эй, елки-палки. Полынь, пижма и гвоздику употребляйте. Спасибо. Будьте пройдет здоровы. это вообще? Столько года я что-то пробовал, ничего не Не, проходит. что вы пробовали? Полынь пробовали когда-то? Полынь не пробовал, там мази такие дермовые. Я вам говорю, полынь өтуны пробовали? Пижму пробовали, антипаразитарку? Нет. Ну, а что тогда? Сперва попробуйте, очистите организм. Диету надо соблюдать. Уйдет экзема, это не проблема. Будьте здоровы. Спасибо. Tamam. 12 barmoqli ichak yarasiga nima atasiz? Облепиховое масло. Iltimos, ular sizga rahmat aytmoqchiman. Siz chiqolmayapsiz-ku. Я хочу забеременеть. Что делать? Замуж выходите, Софья, в первую очередь. Замуж вышли. Egu FF 44-41. Siz rahmat ham aytolmaysiz. Chiqishga imkoniyatingiz yo'q umuman. Gastritga nima qilsa bo'ladi? Gastrit qizil kartoshkani sokini iching. Кваразиалия. Ислам. А ну-ка выходите, скажите, что это такое? Psoriazga, ekzemaga, dermatitlarga hamma narsa bor, baraka topkurlar. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom. Объясните, что это такое за болезнь? Кварзи, прарзи, какая-то что-то. Я неправильно, может, сказал. Я хотел сказать кваразление. Есть же внутренние глаза, у меня просто
такое. Кровь излияние. Ай, Да. а я думаю, что это такое? Да. Смотрите, брат, вам понятно? Кровь излияния, крови излияния. Вот смотрите, брат, я вам вас сейчас, смотрите. Настойка сафора японская при глазных заболеваниях. Да я 100 раз говорил. Я 100 раз говорил. И еще есть нечто. Еще есть, сейчас скажу, мордовник. Мордовник. Сейчас. Морковь. Да. Смотрите. Настойка от варсофор японская. Укрепляет сосуды сетчатки. Это для вас улучшение зрения. Снижает внутреннее глазное давление. А как противопоставление содержанию, ну и так далее. Помогает кровоизлияниях в глазах, капиллярных повреждениях, атеросклерозоз, гипертонии, диабете, которые влияют на здоровье глаз, но требуется консультация врачом. Это впервые. Это первое. Во-вторых, 186 глазные Да, заболевания. Я уже sizde говорил. tabletka Слушаю. var mı? А? Tabletka var mı? İçkiye, tabletka. Где такой ампула или Брат, что-нибудь. брат, вы Алло. задали вопрос крови излияния, да? Я на это отвечаю. Какие таблетки? Я же таблетками не занимаюсь. Нет, siz ben düşünmedim. Sizin nima bor? Çöp dağırı bilan ish qilasiz, to'g'rimi? Aytaychi, cho'p tori emasmi bu? Hozir aytayotganim. Нет, çöp dağırı, sizin filialda bormi deyib so'ragangiz. Qayerliksiz o'zi? Chimkentdan bo'laman, aka. Shimkentdan. Tushunarli. Xo'p, topib beramiz. Хорошо. Mening qanim слишком suyuqda, shu uchun bilmayapman nima qilishni. Может, из-за этого Suyuqmi? Срочно, Hmm. ana unda krapiva olib iching. Qichitqi o't. manda pechenniy ozgina nima deb, мне сказали сервис печень debdi. Сироз печень? Сироз печень это не проблема. В Шымкенте Ладно. нас уже несколько филиалов. Вы знаете? Вы истории Да. мои видите? Чего не обращаетесь? Я вчера да. тоже говорил. Есть... Mening qanim suyuqda, sizni dag'ri menga bo'ladimi, bo'lmadimi deb so'ragan edim. Ular aytdi, menga bo'lmaydi, senki qanim suyuq deyapti-da menga, shu uchun olmadim-da men. Sizdan Хорошо. bitta so'rab, keyin olaman dedim-da. Хорошо. Qachon kelasiz bu yoqqa, Chimkentga? Хорошо. Inshaalloh. Bilmayman hozir qachon borishimni. Tuya suti topa olasizmi? Tuya suti. Topaman. İçin. Niyam Oy, bor. tuya suti jigar sirrozini eng zo'r davolaydigan sut. Men İşoning. ichgan edim. Sidiga ham ichga bo'ladi, negizda. Da. Oy, iching. Inshaalloh ichaman. Qoningizni quyultirish uchun krapiva, тысячелистник ikkovi. Krapiva и тысячелистник. Во помогает. Aralashtirib damlab ichasiz. Ha. Qaynatib ichaman, 10 minut, 15 minut. Shunaqa? Вы узбекский язык знаете? Конечно, bilaman. aka. Хорошо. А русский язык знаете? Да. Я говорю вам, заварите как чай. Понятно? Заварить как чай. В равных пропорциях. 1 столовая ложка на 200 грамм кипятка. Заварить как чай и употребляйте. Все, rahmat akam, inshaalloh. Не болейте, брат. Цирроз печень – это, если не перебеги вообще в конце, последняя стадия. Все, inshaalloh. Это можно вылечить, иншаллах. Inshaalloh. Договорились? Когда вы приедете, я с У вами... меня дела есть, брат. У меня дела есть сейчас. Мне надо офис открыть. Все, inshaalloh kelaman ofisingizga. Hop. Bitta boramiz, ofis bormi? Inshaalloh boraman. Bo'ldi, tamom.
Radiyallohu Assalomu anhu. alaykum. Будьте opa. Так. Ugri qora tochkalar yo'qotishga nima tavsiya berasiz? Ugrilar haqida videom bor, yaxshilab ko'ring. 100 marta yozdik shu narsani. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'jayinim Yo'g'onchak saratoni siz bilan 3-marta gaplashishimda. Aha. 4-bosqichda 18 ta ximiya olgan. Aha. Endi nima chuvalchang, kavrak, baligolovka, Mhm. kistatel, torpedalarni ichdi. Pilula ichdimi? Nima? Piluladan. Yo'q, o'shani so'ramoqchi edim. Hozir endi torpeda bilan kavrak ozgina qoldi. Bugun shuni harakatidamanda. Shohsanam degan qiz bilan bugun bog'landim. Aha. O'sha qiz menga Onkofokus, MRB, keyin baligolovka, MRB. chistatel, Da, da, da. chudadexlarni aytyapti-da. Da, baligolovni olib tashlang, chunki ichyapsiz. Chistotelni olib tashlang, chunki ichyapsiz. Hayfayz bo'lmaydimi? Da, shularni ichyapman deb. Aytdim, vaqti juda oz ekanda, ko'pchilik bilan gaplashar ekan. O'shanga Da. hozir Onkofokus, shu MRB-yu chudadox olsam bo'ldi, uchalasini. Da, chuda detoks yaxshi narsa. Tavsiya qilaman. Ha, ichlarini ham yaxshi Tavsiya qilaman. Da. keltiradi. Da. Keyin nima Qahramon aka, nima immunoterapiya olyapmiz-da, 6-yanvar kuni ikkinchisini olib keldik. $2200 olinyapti u. Qimmat-ku. Qimmat, lekin mana u dorilaringizni ichyapti. 2 oy bo'ldi-yu, holati ancha yaxshi, ichlari ravon kelyapti, ishtahalari yaxshi. Oy, ishtaha deganda baraka topkur. Nima yediryapsizlar? Endi nima nonni deyarli yegan yo'q, suyuq ovqatlar ichyapti-da. Nima yediryapsizlar? Ochiq ayting. Ochiqmi? Pechkaga qo'y go'shtiga ko'za sho'rva qilib beryapman-da. Siz xursand bo'lyapsiz eringizda kasal bo'lganiga. To'g'risini ayting. Eringiz yoningizdami? Ha, yonimda. Mayli, gapirmay qo'ya qolayin. Malades, gazini bosing. Yo, go'shtni to'xtatamiz, xudo xolasa, ertadan yemaydi. Yo, yediring. Har kuni yediring. Pulingiz ham kam ketadi keyin. Yo, qiyom bilan tovuq go'shtlarini yesa bo'ladimi? Bilmayman endi, bo'l, tushing. Odamlar, 100 marta aytaman. Qaranglar, baraka topkurlar, onkologiyadagilar. Sizlarga qizil go'sht deganda mol go'shti, kategorически ot go'shti, sigir go'shti, qo'y go'shti mumkin emas sizlarga, insonlar, mumkin emas. O'ldirasizlar-ku o'zlaringni. O'zlaring bilasizlar. Kuygandan nima qilsa, Namangan Nafis qarang, kuygan bo'lsa, agar sveji kuygan bo'lsa, barcha aptekalarda bitta narsa bor. Barcha aptekalarga, ya'niki bat sifatida 100% chandiqsiz tuzatadi. 100%. Hozir men nomerini topsam, agar qo'yib beraman. Wi-Fi nima? Всем здоровья. Yaxshi ishlamayaptimi? Wi-Fi yaxshi-ku. Wi-Fi'ni zo'rdan qo'ydirdim. Odamlar. Не может присоединиться. Yomg'irova. Chiqolmadingiz. Artritga nima deysiz? Artritkami? Artritga норм, да? Хорошо. Не может присоединиться. Namangan Nafisam. Siz ham chiqolmaysiz.
Yaxshi narsa kurkumin. Kurkumin bilan qora murch aralashmasi. Zo'r yordam beradi. Tarpiyada yordam bermayapti. Yo, nimadir xato qilyapmizmi? Husniddin, chiqing qani gaplashaylik qani. Idiopatik trombotitdan yuzma-yuz gaplashamiz. 08M16 idiopatik тромбоцитопенияni. В печени эхнокок. Inshaalloh можно. Ulana olmayapsizlar. Shuh. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Hozir ayol kishini qo'yib yuboraylik. Mayli birodar. Eshitaman sizdan. Charchamayapsizmi, yaxshilayapsizmi, hormang? Birodar, ayol kishini qo'yib yuboraylik. Ha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Onam sahrlari bor-da. Aha. 10 yillik bo'lib qolgan. Oyoqlari gangrena bo'lgan. Ko'p Nima bo'lgan? gangrena kesilganda oyoqlari. Barmoq olingan, ikkita barmoq. 2-3 barmoq olingan 10 oyoqda. Tortishib og'riqlar bor deydilar. Sahrlari ko'p ko'tarilib ketyapti-da. Nima yediryapsizlar? Dieta qiladilar. Nima? Ukolini oladilar-da, insulin. Insulin zavisimmi? Lantus. No, Lans to'g'ri. Insulin zavisim, insulin oladi. 10 yildan beri bo'lsa, Biza bilganimizga 5 yil bo'ldi. Doktorlar 5 yil oldin boshlangan dedi, 10 yilda ko'p oshib ketyapti davleni, sahrlari, davleni ham baravar. aytaman, nima yediryapsizlar? Nima mumkin emas narsalarni yeminglar, shirinlik. Yo'q, men sizga yana savol ber. Nima yediryapsizlar deyapman. Nima yedirmayapsizlar demayapman. Shu kundalik o'zimiz nima yesak yillar. Nima o'sha? Nima? Ertalabga sariyog'. Aha. Sariyog' non yeydi, boshqa narsa tortmaydi. Obedda suyuq. Ishtahalari kam narsa yeydi. Oq non yeydimi? Ha, yeydi. Mumkin emas oq non. Yopgan non, ana magazin lipuchka novvoyxona. Mumkin emas. Eng oshqozon uchun, jigar uchun eng yomon oq non. Sog'lom odam yesa, hay mayli. Kim qora non yediringlar, arpa uni yediringlar. Qon tomirlari qisqarib boryapti, qon yetib bormayapti. Hozirgina Safori Yaponskiya haqida aytdim. Eshitgan bo'lsangiz. Eshitib o'tiribman. Safori Yaponskiyani ichiringlar. Toshkentda filial bormi? Borib maslahat olib nimadirlar qo'shimcha olmoqchiman-da. Toshkent viloyati Zangiota tumanida turaman o'zim. Shaharda bo'lsa ham Nima maslahat olasiz? Mana shu dorilar qanaqadir foyda. Qaytadan aytaman sizga. Men yuqorida aytdim. Toshkent viloyatini biror bir filialiga javobgar emasman deb aytdim. Men umuman javob beraman Toshkent viloyatlariga. Sabablari bor o'ziga yarasha. Yana aytayapman. Yo'q, bilaman, poddelkalar ko'payib ketibdi, ko'rdim. O'zingiz bilan qattiq ko'rishib olsam bo'ladi, shahar ichida bo'lsa. Siz tarbiyaga imkoniyatingiz yetadimi tarbiyaga? Ha. Tortiring. Originalini topish qiyinmi? Original yo'q. Original telefon nomeri aytaman. Andijondan bo'lsa ham tortiring. Hop, telefon nomeri yozib oling. Toshkentdan. Mana qarang, bitta nomer beraman, mayli. Qarang, bitta nomer beraman. Ha. Yozib oling. Toshkentdagilardan qayerdan? Toshkentlarga ishonmayman. O'sha men ham ishonmayapman-da Toshkentga. Tarpiyadani nomini o'zgartiraman. Patentlayman. Shunga qarab tayyorgarlaringiz ko'ravering. Sifatini yaxshilaymiz. 94 lik kod bilan 554 21 Andijondan oldiring. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli, salomat bo'ling. Qoraygani yo'qmi oyoqlari?
Yo, bitta teshik bor, bitmaydi u. Bitadi. Bo'ldi, operatsiya Voy, bitadi, qayerga boradi bitmay. Bug'doyni o'stirib, undirib, xuddi ezib sumali. turib qo'ying, bitadi. Bug'doyni undirib turib, sokini chiqarib ichiring, yaxshi bo'ladi u joylar. Bizmi arpani undirib turib qiling, ezib turib, mana arpani. Bo'lsa yo'q qora bug'doy, yo'q arpa. Suvni ichiring unangizga. Oy, bitmas, tuzalmas, liboy yarani tuzatadi bu. Tushundingizmi? Liboy yarani tuzatadi. Ko'zini chiqarib yuboradi borku. Ha, tushundim. Bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli, salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Tak, eshitamasizda, birodar. Qahramon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Qarang, bitta ukamda, oshnamning ukasi o'sha nima bilan kasallanganda 2012-yildan boshlangan. Hozir 20 yosh bo'lganda u bola. Spid bilanmi? Psoriaz bilan. Shunday deydi. Xo'sh. Ha, sizni kuzatib yurardim-da Instagramda Rossiyada turib. O'sha bolaga siz tavsiya qilgan edim. 5 oydan beri tarpiyadan ichib yurgan ekan, momiya bilan, Qirg'iziston momiyasi bilan. Aha. Ha, o'shanga hozir natijasi uncha zo'r bo'lmayapti-da. Хорошо. Nima ovqat yeyapti? Ertalab shu shirincha, xullas, uni nima deydi, pitaniyasiga umuman e'tibor bermay qo'yibdi, oraga bir. Yo, birodar, любой psoriaz yaxshi bo'ladiki, qachonki shunday bir parazitlar borku, ko'richakda yopishadi. Mana как раз qani kitobim? O shu yerda turgandi. Haqida, ichaklar haqida o'qiyman insonning kitobidan. Hattoki ko'ri ichakda bo'lar ekan, uni hech qanday dori, ya'ni meditsinskiy dorilar birortasi davolamaydi uni. Uni qachonki dieta qilib, tем более shakar choy ichadi deyapsiz. Mumkin emas. Men yuqorida pasta yana aytdim bir kishiga, tasavvur qiling, shunday parazitlar yashaydi o'ladi. Mana shunday qilib. O'lgandan keyin o'zidan toksin chiqaradi. Keyin qon ot go'shti yeydimi yo mol go'shti? Yo, ot go'sht yemaydi lekin. Mol go'shti yeydimi? Faqat parandalar go'shtini yeydi. Undik go'sht yeydi, tovuq go'sht yeydi, shunaqa o'rdak. Undayga yaxshi. Bitta dietasini o'zgartirish kerak-da, nima yeyotgan bo'lsa, masalan, shirinlik mumkin emas. Surxondaryoga 3 kun nima deydi, promo efir nima qildingiz-ku, bordingiz, ko'rik qildingiz. O'shanda biz 3-kuniga eshitib qolib, uspet qilmay qoldik. O'sha bolani olib bormoqchi edim o'zim. Eshitdim, uspet qilmay qoldik-da. Hozir Xudo xohlasa, birodar, psoriazni ham turi ko'p-da, ichiga olov. Psoriazni ham turi ko'p. Davolasa, osongina davolasa bo'laydigani bor, qiyin davolanadigan bor. Balkim o'sha qiyin davolanadigan turi bo'lishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Tarpiyadagi ham 100%. Qahramon aka, lekin undachi yana bitta muammo bor ekanda, uni ana tuxumi tepa tomonga joylashgan ekan. Tuxumi shunaqa joyi bor ekan. U operatsiya bo'lgan ekan. Как раз shu 15-16 yoshida. Psoriaz boshida. Davom etavering. O'sha psoriaz undan boshida 2-3 yil bo'lib turgan, boshqa tanasida chiqmagan. O'sha vaqtda doktorlar e'tibor qilmagan, endi boshini ochib ko'rmaydi, operatsiya qiladigan odam. O'sha tuxumni pastga tushirish maqsadida operatsiya bo'lgan. O'sha lekin tushmabdi-da. Yana ham bular hozir o'sha tomondan bo'lganmi yo boshqa narsami tekshirib turib ko'r, lekin haqiqatan ham psoriaz. Sizni Rossiyada promo efirlar qilgan vaqtingizda men ana nima qilib olardim, saqlanib qolardim-da, u bolaga tashlab berardim do'stimga. U ukasiga shuni qo'llab ko'rganda, hozir natijasi 1-2 oyda yaxshi bo'lgan edi, zo'r bo'lgan edi. Lekin hozir вообще nima bo'lmayapti-da. Dietasini o'zgartirgan yana biror narsa. Psoriaz qiyin ketadigan kasallik. Agarda dietasi bilan qilsa, любой psoriaz 10 kunlik ochlikda ketadi. 3 kun qiynalasiz ochlikdan. 3 kun. Birinchi yaxshilab oshqozonni o'rgatib olish kerak. Meva sabzavotga yaxshilab o'rgatib olish kerak. Ya'ni suyuq narsaga.
ja ochlikka chidolmasa, sabzi qizil lavlagi ichaversin. Yo, masalan, sabzi qizil lavlak qanaqa ovqat yesa bo'ladi? Qahramon aka, mayli bitta Ovqatni rejimda bo'lsa unuting, ham shundan qutulish kerak maqsadi. 10 kunlik ochlik deganda nimani tushunasiz? Nima deysiz? 10 kunlik ochlik deganda nimani tushunasiz? Ha, bo'ldi, tushunarli. Faqat o'sha stoklanichga yaxshi ekanda, 10 kun. Men sizga yana aytayapman. Agar ochlikka chidolmasa, sabzi bilan qizil lavlagini sokini ichsin deyapman. O'zi 10 kun, 15 kun, 21 kungacha och yurish kerak. Birinchi 3 kunlikdan boshlasin. Qiyin kasallik umrining oxirigacha bo'lishi mumkin. Agar o'zini o'zi tuzatmasa. Chunki meditsinada davosi yo'q buni. Meditsina juda ko'p rezultatlarni ko'rsatganmiz, bilasiz? Ha, to'g'ri, juda sizda ancha vaqtdan beri kuzatib yuraman, Qahramon aka. Yana shu jumladan bitta savolda, Qahramon aka, meni tak 67-yilda xolam bor, o'zimni onamni opasida, tepada ham ancha savoli bor odamlar kuzatib turibdi-ku, vaqtingiz olmay. O'shanda har 2 soatda ana qizib kelyapti-da, terlab, vaqti terga botib qolyapti-da. Men o'sha terga o'sha xolamni olib bordim. Nima deysiz? Yoshi nechida? 67-yil. Ha, klimaks bo'lgandir, baraka topkur. Qizib ketayotgan bo'lsa. Qizib terga botib qolyapti. Toshkentda ham 3-4 marta borib keldi. Buyragingizdan deb tashxis qo'yibdi-da, lekin hamma tomon zo'r chiqyapti. Buyraklari hamma tomon zo'r chiqyapti-da. Har 2 soatda qizib ketdi. Birodar, klimaks nimaligini bilasizmi? Yo'q, lekin Qahramon aka, uzr, bilmayman lekin. Klimaks qarang, klimaks 67-yil bo'lsa, nechi bo'ladi? Klimaksdan o'tgan bo'lishi kerak. Yosh katta-ku, 67, qariyb 50-60 ga qarab boryapti. 60, 58. O'zi bilan gaplashishimiz kerak, birodar. Ya'ni ayol kishi eshitasizmi? Eshitay. Ayol kishi hayzdan qolmas, ya'niki qarish davrida klimaks degan narsa bo'ladi. Ya'niki badanni qizib ketaveradi. Ya'niki hayz to'xtagandan keyin miyasiga uradi. Tushundingizmi? Siz erkaksiz, xotiningizga borasiz, miyangizga tepmaydi. Ularga ham xuddi shunday narsada, baraka topkur. Endi agar o'sha bo'lmasa, agar klimaks bo'lmasa, uni sababini eshitishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Tushundingizmi? Qahramon aka, xudo qo'shningiz yo'qmi bironta? Yo'q, bironta qo'shningiz yo'qmi kasal qolgan bironta? Biron bir qo'shningiz yo'qmi kasal bo'lib qolgan? Uni ham bir so'rang. Bo'pti, tushuning. Qahramon aka, Surxondaryo kelishingiz tushuning. Qoshlari ham kuygan. Tak, qaranglar, Namangan nafis duxobalar qachon kuydi? Agar tez kunda kuygan bo'lsa, men telefon nomer kommentariyaga qoldiraman. Telefon nomerini kommentariyada qoldiraman. Chiqing, Ahadboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman sizdan. Aka, charchamayapsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Aka, onaxonni onkologik operatsiya bo'lgandilar. O'sha bir 2 yil oldin. Ha, 2 yil oldin. O'shanga hozir u matkani olib tashlashib, nima qilishganda, kelgan doktorlar yaxshi deyishdi, lekin matkada shu retsidiv ketgan, tarqab ketgan edi. Keyin tarqab ketdi. Hozir shunaqangi darajaga keldi. Hozir 4-darajaga keldi deyapti. Bundan jeta bir 15 kun, 20 kun oldin analiz topshirganimizda, MRT qildirganimizda 11 mm edi. Hozir 30 mm bo'lib yana o'sib ketdi. Endi o'pixil. Hozir aytishyaptiki,
Mochvoy puzырya bor-ku. Mochvoy puzirni yopib qo'yyapti. Yopib qo'yyapti. Hozir o'sha kateter qo'ymasak bo'lmaydi. Bo'lmasam anaqalar pochkalar ishdan chiqadi, shunaqa deyapti. Endi To'g'ri hozir aytibdi. To'g'ri aytibdi. onaxon hozir o'zlari hali holatlari yaxshi-da, nisbatan bemalol o'zlari chiqib kelib nima qilyaptilar. Endi hozir unaqa narsani qo'yadigan bo'lsak, battar yana stressga tushib qolib, naqa bo'ladigan bo'lib qolyapti. Yotib Yoshlari nechida unaxonda? 57-yil. 57-yillarda, 60. Eshitasizmi endi? Ha, aka, bemalol. Eshitib turing. Недержание мочи peshob qo'yib yuboryaptimi? Qanaqa? Peshob yo'q, hozir qo'yib yuborganlari yo'q. Ko'p siydikka qatnayaptimi? Ko'p siydikka, ya'ni ko'p peshobga chiqayaptimi? Yo'q, normalni. Demak, matkani olib taylagandan keyin sizlar e'tibor bermagansizlar. Bo'ldi, qutuldik deb o'ylagansizlar. Uni nimasi bor? 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik, 5 yilgacha kuzatib boriladi. Qachonki qancha vaqt o'tsa, sizlar kuzatmagansizlar, e'tibor bermagansizlar. Ha, 16 marta kimyo oldilar. Hozir rakni 4-stepeniyasiga kelibdi. Hozir 4-darajada ekanlar. Hozir to'g'risi doktorlar qo'pol qilayotganda hozir hech nimadan umid yo'q deyapti. Qayerliksiz? Farg'onadan. Hozir shu darajada qilishyapti, akamlar ham hammani tushkunlikka tushirib qo'yishyapti. Endi hozir ashu doktorlarni men aytib tushuntirib unaqa emas, hamma narsa tushuntirganimiz bilan baribir akamlar ham hali doktorlar nima desa shunga quloq solib qo'yishyapti. Kecha kuni уже kateter qo'yish kerak, kateter qo'ymasa iloji yo'q, chunki opixil o'sha mochvoy puzыряni bekityapti. Katta bo'lgan sari уже bekityapti. Hozir bekitmasdan turib kateter qo'yish kerak deyishdi kecha kuni. Lekin hozir bugun yana analiz topshirishgan ekan. Endi analiz yaxshi, dori yozib beramiz endi deb. Nesta katetra dori bilan. Dori beramiz, shunga pakani maqib tursa bo'ladi. Qanday dori beradi? Bilmayman endi, ertaga yozib beradi, lekin hali nima desa bo'ladi? Tabiiy yo'l bilan bir naqasi bormi deb aytib qiziqmoqchi. Hozir tabiiy yo'l bilan qilsalar ham kech qoldilar. Endi уже sizlar hozir bilan qiling, nagrod yana rivojlantirib borasizlar deyapti. Garchi qo'llaringni jim qo'yib faqat kutinglar degandek qilyapti hozir. Uniki 4-darajasiga kelibdi. Hozir o'sha analiz hamma javoblarini o'sha sizga jo'nataman deb turgan. O'shanga qanaqa qilib bog'lansa bo'ladi? Endi qo'l qovushtirib o'tirgani ham unaqa bo'lmayapti-da aka. Doktorlar shunaqa deyishyapti. Telegram kanalimni bilasizmi? Ha, bilaman. Kirdingizmi? Adresni bilasiz, Ko'kcha masjidining oldiga. Ha. Yaxshi, Telegramga yozing, kommentariyaga yozavering. Yoki ko'chka uni lokatsiyalari bor. Lokatsiyani oldiga kelasiz, o'sha 1 soat, 2 soat oldin lokatsiyaga yetib kelishdan oldin telefon qilasiz. 93lik kod bilan 5 786 786 ga telefon qilasiz. Hozir 1 minut aka. 93lik 5 786 786. Hozir. Tezing. Aha. 5 93liga Eslab qoldingizmi? 93lik Birodar 5 786 786 dedim-ku. Qarang, siz qarang, yoshsiz. 93lik kod bilan dedim. 5 dedim. 5 786 786. Aytdim-ku. Ha, bo'ldi aka. Yozdim. Yozing, ikkinchi nomerni ham yozing. 94lik kod bilan 6 786 786. Yozdim aka. Telefon qilasiz oldindan, qayerdasiz? Menga mana shunday dori kerak deb. Tushundingizmi? Birov 93lik birinchisi, ikkinchisi 94lik. Birov 5 bilan boshlanadi o'rtasi. Ya'niki oson eslab qolish uchun shunday qilingan. Eslab qoldim. Tushundingiz-a? Aha. Yozib olding. Xo'p bo'ladi aka. Buni kerakli dori darmonni beradi. Toshkentda buni. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Lokatsiya bo'yicha boraman. Xo'p bo'ladi aka. Katta rahmat. Birinchi gaplashib, keyin keling.
Balkim o'zim ham shaqda bo'laman. Xo'p bo'ladi. Hozir kateter qo'ymay turaylik, aka. Kateterda men sizlarga qo'ymang demayman. Kateter bor narsa, qo'yilishi. Agar onaxonni qo'rqitib yubormasalaringiz, kateter chunki onkologiyaga boyagi Kateter hozir qo'yish kerak deyapti-da. Hozir eshiting. Uni istixora namozini o'qiysiz, Xudodan so'raysiz, qo'yish kerak. Kerak emasligini. Men sizlarga qo'ymang demayman. Onaxonni qo'rqmasa qo'yinglar. Chunki haqiqatan ham opuxul anani bosadi. Aha. Opuxul bosadi, peshob qo'yib yuboradi keyin. Agar Xudo ko'rsatmasin, hozir mochevoy puzirga kirsa, metastazani. Po'zna. Tushundingizmi? Opuxul alohida turgan bo'lsa, Xudo deb turing. Uni ushlab turish mumkin hech bo'lmaganda. Opuxulni qattiqligiga ham qarash kerak, qattiqligiga. Qanday uni uchun hujjat ko'rishimiz kerak. Qattiqligi, zichligi bor uni. Yumshoqroq bo'lsa, Xudoim taolo sizlar yumshoqroq bo'lsin iloyim. Qattiq bo'lsa muammo. Hozir kundan kunga o'sib boryapti deyapti-da, o'shuning uchun tezroq oldini olinglar deyapti. Go'sht yedirib turibsizlarmi? Yo'q, unaqa go'sht unaqalar. Молочный yemedilar, shirinliklar yemedilar, non yemedilar. Nima yeydi? Овощи, зелень, хлебцы, черный хлеб, shunaqalar. Yaxshi, baraka topinglar. Baraka toping. Ana shunday ovqatlantirish kerak. Yo'q, faqat o'sha anaqa bo'lgandan beri faqat shunaqa ovqatlanadi. Muchnoy bermay qo'ydik, xamirli ovqatlar. To'g'ri. Juda to'g'ri. Mana unday ovqatlantirish. Ko'zi sho'rva beringlar bo'lmasa agar, если что. Shu qo'y go'shtida berasizmi yomon? Mumkin emas. Mumkin emas. Bo'lmay ketdi shunday. Yo'q, bermayapti. Yo'q, faqat o'zlarining ishtahalari ham unaqa zo'r emas aka. Ko'proq salat ko'proq yaxshi ko'radilar, salat yeydilar ko'proq. Avashnodagi juda ham yaxshi ko'radilar. Iloyim ishtahadan qolmasin. Bu yomon oqibatga olib keladi, birodar. Bu yomon oqibatga olib keladi. Hozir men kundan kunga jicha og'irlashib nima bo'layotganiga hozir to'g'ri sakin. Yana bitta narsa bor. Yana bitta yangilik, xushxabar bor. Ichki illatdan vafot etgan inson bu shahiddir deb yozilyapti. Nima bo'lishidan qat'iy nazar shahid sifatida ketadi. Bu yozilgan narsa bu. Tushundingizmi? Avvalambor Xudo. Hammamiz bir kun ketamiz. Siz ham, men ham, yoningizdagilar hammamiz ketamiz. Bu dunyo yolg'on tushsiz dunyo. Xudoim taolo va'dasi yo'q. Sizlarda kasal bo'lmaysizlar bu dunyoda deb. Hech kim o'lmaydi deb va'da bergan joyi yo'q. Jannatda kasal bo'lmaysiz, jannatda kasal bo'lmaysiz. Bu dunyoda emas faqat. Bu aka shu endi qo'limizdan kelgancha bar sababini qilganimiz yaxshi. Sababini qiling, и всё. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi aka. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Charchamanglar. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. GU FF 4441 siz настройканgizni to'g'rilab oling, sizni chiqarib bo'lmayapti. Baraka toping. Что делать хронический гепатит сейчас активно, что можно кушать? Фиброз печени. Исламова Гульджан, а ну-ка выходите в прямой. Qo'shyapman, Abdulaziz. Qo'shyapman. O't suyuqligi, quyqa nima qilish kerak? Agar nima toshingiz bo'lmasa, besmertnik degan giyoh bor, yoki sachratqi bor, yoki pijma bor. Zo'r. Assalomu alaykum. Tushundingizmi? Здравствуйте. Здравствуйте, сестра. Вот хотел сказать, мы сделали этот фиброскан, там 15% показало поражение печени, что ли, ФОС. Поражение печени 15% это говорится уже, знаете, больше 11 или 10, сколько есть, самый последний фиброза. Это уже начинающий
это уже цирроз. Но это не страшно, честно говоря. Если будете соблюдать хорошую диету, если будете употреблять правильные лекарства, растения, избавитесь, не проблема, сестра. Договорились? Да, вот что нельзя кушать, а что можно. Просто она Вообще, худеет каждый день по сколько килограмму лет ходит. ей? 58. О, она худеет уже. Уже Но в она животе. Это нехорошо. У нее опухоль в печени, что ли? Проверили? нету, сказали. УЗИ Точно? сделали плотный просто. Плотно. Селезенка тоже увеличен. Да. Смотрите, при селезенке Аппетит хороший, просто не кушает все подряд. не надо, мясо не надо, только вяжущие надо, вяжущие. Вяжущие это что? Это, Гранат, киви. да, гранат, сок гранаты, много-много морковь, много-много свеклы надо это употреблять, надо очистить, вяжущие, сок портулака, сок гранаты, еще сейчас для селезенки и для печи открывающие. Это торпеда, это однозначно, Угу. торпеда. Верблюжье молоко и матча, это однозначно. Еще, я сейчас покажу вам еще. Сколько дней его надо пить? А? Верблюжье молоко. Сколько дней пить? Сестра? Да. Если я скажу за 2 дня, все, вы закончите, что ли? Нет. До Сколько? 6 выздоровления месяцев. сейчас я каперсы. Растения каперсы, фото. Угу. Вот, картинка каперсы. Угу. Вы знаете это? Видела, да, но в Точно интернет видели? видела. В Вживую нет. интернете видели, да. Да. Ищите. Угу. Корни ищите. В данный момент где-то в полях, где-то растения, корни есть. Нам не надо надземная часть, нам корни надо. В корнях большие-большие корни есть. Там есть кора. Угу. Я правильно сказал? Кора. Да. Самое лучшее для селезенка, открывающее это. Если добавите на эту кору, кора каперсов называется, кора каперсов, Угу. добавите растение ирис фото. Это растение знаете? Да, да. Найдите корней. Хороших корней. Вместе Ирис это? прокипятите. Да, корни ириса. Корни ириса добавьте кора каперсов. Это самое лучшее для селезенки. Лучшее не бывает. Вы поняли? Угу. Лучше не бывает. Кора корней каперсов. Да, если совместно сделаете, лучше будет. Потом, для селезенки это. Не дай Аллах, что опухоль. Если опухоль твердая, это уже операция. Имейте в виду. Это уже операция. Если 3 или 4 вида опухоли есть. Самая плохая это твердая опухоль. Это поняли, да? Угу. 15, аппетит пропал. Торпеду возьмете в Нет, Шымкенте, в Казах. аппетит есть, просто Хорошо, торпеду мясо. возьмете. Ага. Мяса не надо. Торпеду только много-много овощей, как я сказал. Свежий Торпеда. можно? Конечно, Овощи. конечно. Не Конечно. вареный тоже, да, имею в виду? Да. Чудо-детокс тоже возьмите, если есть возможности. Ага. Торпеда, чудо-детокс в Казахстане в филиалах есть. Верблюжье молоко парное. Имейте в виду, парное с мочой. Это употребляйте, хорошо? Строгая диета. Строгая диета. Яйца вареные можно ей?
Белок хотя бы. Она до этого на овсянке только сидела, поэтому похудела. М. Хорошо, вареную возьмете? Хлеб Вареную. не Только, ест. хорошо, черный хлеб можно. Из М. ячменя. Мгм. Хорошо? Можно еще не в смятку. Хорошо, не чтобы твердое не было это Белок? яйцо. Да, А, да. Чтобы желток, яйцо, желток, не твердое. Понятно, да? Да, желток не кушает сейчас, белок только. Хорошо, хорошо, сестра. Рыба можно, рыбу можно, ухо можно. Потом бульон старого петуха можно, бульон. Мгм. Хорошо? Только У нее, домашнее все. у нее сказали хронический гепатит, а сейчас он уже активный начинается. Не переживайте, победим. Вместе победим. Худа халясы. Хорошо? Мгм, Вы из спасибо. Казахстана? Нет, Ташкент. А что тогда на русском языке говорите? Ваш когда филиал Farg'onaga откроется, можно будет прийти? Да, Farg'onaga jo'nating. Juda tez o'zini tiklaydi. Вы поняли меня? Да. Давай, в Фергане есть. Во, давайте туда, если есть возможность. Да? 10 дней попьет, немножко отдых, еще поверьте. В Ташкенте нету, да, только в Фергане? В Фергане есть, в Ташкенте не знаю, где есть. А номер есть, как обратиться, найти адрес? Я уже видео делал на эту тему, сестра. Найдите. Все, хорошо, Будьте спасибо. здоровы. Спасибо. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Qahramon aka, Labbay. qanaqa oluvdim? Ana chuvalchang kapsula Qarang, oyimga bermoqchi. sizga juda qattiq eshitilyapti ovozingiz. Yo gromkadan o'chiring, yo sal qandaydir. Endi gapiringchi. Hozir 1 minut endichi. Endi sal boshqacharoq bo'ldi. Hozir ko'chaga chiqyapman. Xo'p, O'sarboyeva, sizni qo'shaman hozir. Shoshilmay turing. Qarang, chuvalchang kapsula. Aha. Oyim yoshlari 60 dan o'tgan. Mhm. Shuni ichyaptilar-da, davleniya tushib ketyapti. Qiziq. Qayerdan oldingiz? Chorsuda filialingiz bor-ku ana. Birodar, men yuqorida aytdim-a, Toshkentdagilarning nimasiga javob bermayman deb aytdim-a. Bu bir ancha gapirdim. Chorsu bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, men hozir javob bermayman. Shuning uchun ogohlantirib video qilib aytdim sizlarga. O'zingiz qayerliksiz? Nima uchun ichiryapsiz? Toshkentda turaman shu anaqada. Nima uchun ichiryapsiz? Bo'g'imlar og'riyotdi. Siz bilan videoda gaplashuvdim. Aha. Anaqalarni ichirdik-da, torpedalarni. Torpedadan keyin endi nima ichiring desam, chuvalchang kapsula bering dedingiz. Chuvalchang kapsulani ichyaptilar-da. Boshida og'riq kuchaytirib yubordi-da, hamma bo'g'imlarga keyin tushirdi-da, davleniya tushib ketyapti. Shunga qo'rqyapmiz. Davleniyani o'zi asli tushirish kerak emas u. Davleniya nima tushib ketyapti ekan? Davleniya, mana qarang, davleniyani ko'tarish uchun keling bitta nomer aytaman, siz qizil tomir nastoykasini ichiring. Вообще, ya'ni oltin tomir deyiladi yana. Qizil tomir ham oltin tomir. Davleniyasi tushishi yaxshi emas bu. Keling, davleniyasi qoni suyulib ketgani yo'qmi? Hali qonlarini tekshirtirmadik. O'zi hozir aytaman sizga, ichayotganlarga 5 kun, 6 kun bo'ldi. O'shajon telefon bergan, nomer yozib olaman, bolam. Ichayotganlarga 5 kun, 6 kun bo'ldi. Kechadanmi, o'tgan kundan davleniya tushibdi o'sha. Davleniyani ko'tarib kerak. Yozing nomerda. 91lik kod bilan. Hozir 91lik, aha. 778 12 25. 778 12 25. Ana uni olasiz. Ya'ni oltin tomir nastoykasini. Davleniya tushishi mayli davleniya ko'tarilsa tushirsa bo'ladi. Davleniya nima uchun tushib ketyapti? Sababi shunisi yomonda. Hozir davleniyani ko'tarish kerak. To'xtatib tursinlarmi paka uni? To'xtatib turing. To'xtatib qani o'ziga keltirib olaylik birinchi. Aha. Keyin ikkinchi masala. Ko'kchadagi joyingizni ochdingizmi? Yo'q, ozgina vaqt qoldi.
Xudo xolisa. Qizimni to'g'risida maslahatlashuvdim siz bilan, sudirgi bo'yicha. Aha. Hamma analizda zo'r chiqyapti, alhamdulillah. Aha. Ruhiy Sudurga. quvonmas. Aha. Ruhiy quvonmas. Allohning izni fazli karami bilan alhamdulillah yaxshi yomon emas u. 16-da, mana mashga 16-da boshini tushiramiz EKGga. Aha. O'shandan keyin inshaalloh Allohning izni bilan filialingiz ochilib qolsa bir ko'rib berasizmi, shuni duo qildim. Хорошо. Ruqiya qilamiz, hamma narsa yaxshi chiqyapti, shu mash tomondan cho'ta ozgincha muammoli bo'lyapti. Qarang, shirinlik yeb turadimi? Shirinlikka o'ch emasmi? Yeydi qahramonaga. Birodar, parazitlar ham epilepsiya keltirishini xabaringiz bormi? Mana hozir 2 kunmi 3 kun oldin bitta doktorga uchrashuvdik, shamollab qoluvdi bolam. O'sha doktor aytdilarki, mana shunaqa narsa bo'lyapti, bizga qarab dori yozib bering dedik. Bolani gijjasini tushirish kerak-ku, birinchi o'chirtda dedilar. Da. To'g'ri aytibdi. Bolani gijjasini tushirsa dedilar. Mana shunaqa sudirgilar bu. Faqat qarang, og'zi ko'pirmaydi, boshqa bo'lmaydi, prosta oyoq qo'li qotib qoladi bo'ldi. O'sha doktor aytdiki, mana shu parazitlarni tushirmaslik dedi, bo'radi dedi. Da. Endi xudo xolisa 16-da Allohning izni bilan boshini tushirsa, keyin parazitlarga kontrataka qilamiz. Parazitlar, da, parazitlarga tekshirtiring, bizlarga zo'r narsa chiqyapti. Xudo xolisa parazitlarga. Qora sedana kapsulasini ichiring, ichiga olov. Toping qora sedanani o'zini jab bo'lmasa ham chaynab yediring. Baqirtib tushiradi, bor-ku. Ha. Bizlar Turkiyadan qora sedanani kapsulasini hozir ham bilmayman, sotilyaptimi, sotilmayaptimi, Tibamet. Rosa tushirdi qurtlarni. Shunda hamma xursand bo'ldi. Keyin yo'q, yig'ishtirdim. Qimmatligi uchun, boshqaligi uchun yig'ishtirdim hammasi. O'zimiz chiqaramiz qora sedanani ham. Mana shu filiallarga javob bermayman deganingizdan keyin dori olishga ham, shu anaqadan giyoh olishga ham odam qo'rqib qoldi, to'g'risi. Chunki men nimadan javob bermayman deb gapirdim, o'zimizga yarasha sabablarimiz bor. Men narxni tushirish bilan, ya'niki sifatini oshirib, narxini tushirish. Undan keyin bemor kelgandan keyin bir narsani berib, yoniga bir narsa qo'shmaslik. Mani aytganim bo'ladi. Mani bo'ynimdami? Mani aytganim bo'ladi. Mani aytganim bo'lmadimi? Filiallar ham bo'lmaydi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Tushundingizmi? Menga unday narsa kerak emas. Vijdon bilan o'lib ketaylik, vijdonimiz toza bo'lsin. Xudo xolisa, yengillik qachonligiga bo'ladi ochilish? Oz qoldi. Balkim bir haftadir. Alloh xayrli qilsin, iloyim. Amin, aytganingiz kelsin. Alloh mushkullaringizni sog' qilsin. Mayli, salomat bo'ling, birodar. Ichida ko'rishaylik. Amin. Amin. Oz qoldi, birodarlar. Зарядом tugayapti. Ming bora uzr. У меня заканчивается заряд, низкий заряд. Извините, я заново объясняю. В Ташкенте за никаких филиалов я не отвечаю. Пожалуйста, будьте осторожны. Ну, в смысле, только знайте, что покупаете, и все. Договорились? Зарядом o'lib qoladi deb qo'rqaman. Kislotность baland bo'lib jig'ildon qaynasa nima qilish kerak? Kartoshkani sokini iching yoki pishvoye sodani iching. Pishvoye sodani bir choy qoshiqini 200 gram qaynab turgan suvga gazni o'shani iching. Salgina dieta ham qiling. Kislotность undan keyin ko'pligi sizni talog'ingizga ham e'tibor berish kerak. Taloq. Birodarlar, salomat bo'lingizlar. Aytganingiz kelsin Firuza 555. Aytganingiz kelsin.